Qaramta yuzlariga o'sha botoks full face muolajasini qildik. Qaranglar, qanaqa zo'r ko'tarildi yuzlarini. Yonlaridan ko'rsanglar ham bo'ladi. Mana bu brilyalar cho'tki bo'lib ko'tarilib qoldi. Va bu yoq taraflarda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana nasasi lyoska uzun bo'lib tushgan, nasa gubka brilya mana bundoq bo'lib osilib turibdi, dumaloq bo'lib. Xo'mrayamiz. Boshimizni tepaga ko'taramiz, kulamiz. Fi u pastkalarimizni pastga qayiramiz. Endi qilamiz. Xo'mrayamiz. Tepaga boshimizni ko'taramiz, kulamiz ko'zimizni. Fi u pastkalarimizni pastga qayiramiz. Endi Doktor Mahliyoga kelib full face muolajasini oldim. Bu muolaja har bir ayol kishiga 15-20 yillik yoshartirish beradi. 14 kunlik rezultatdan to'liq qoniqqan holatda keldim. Hamma ko'rib hayron, yuzimni yaltirashi, nimadir o'zgarish bo'lgan. Hammaga tavsiya qilaman. Bo'ladi, men uverenman ayta olaman, hech kim qila olmaydi. Hammaga tavsiya qilaman. Super, rezultat super.